Assalomu alaykum. Media Uz kanalining a'zolari. Bugun sizlar bilan Gemini Pro haqida video rolik olyapmiz. Azizlar, bu video rolikni boshidan aytaman. Men ko'rsatayotgan bu vositalar, bu videolarni ko'pchilik pulga sotib olyapti. Vaqt juda ham 40 minutdan oshiq bu videoni ko'rishga arziydi deb o'ylayman. Chunki buni ko'pchilik pulga sotib olyapti. Yana bir bor aytaman. Bugun Gemini Pro menda Gemini Pro sizlarga shunga o'xshash videolarni ko'rgan bo'lishingiz ham mumkin. Lekin shunga o'xshash videolar qanday yasaladi degan ma'no bo'ladi. Uni bugun sizlar bilan mana shu narsaga batafsil endi chuqur yondashmadik-ku, lekin har bir vositalari, har bir narsani bitta ko'rsatib o'taman. Yana eslatib o'tayin, Gemini Pro'ni bir yillarda ayrim joylarda 66 ming, 55 ming, 37 ming, 35 ming, 45 ming deb reklamalarda ko'rib turgansiz. Biz esa buni 25 ming so'mga, atigi 25 ming so'mga sizlarga sotamiz. Obunani sotamiz. Bemalol mana bu botga kirib, obunani bosib sotib olishingiz mumkin. Avtomatik chiqib keladi. Hozirda sotilayapti. Bir ikkita qolgan bo'lishi mumkin yoki oldindan buyurtma berish imkoni bor. Buyurtma bir kun ichida sizga yetkazilmasa, pulingiz avtomatik sizga qaytarib beriladi. Hech qanday muammo yo'q. Tayyormisiz? Unda biz boshladik. Bugun sizlar bilan nimani o'tamiz? Nimalar bo'ladi? Ko'pgina EA'lar bor. Mana shunaqa video roliklar chiqarish uchun ko'pgina EA'lar bor, lekin men sizlarga qissabob, arzon va hozirda YouTube bo'yicha ishlashingizga, o'zingiz realistik g'oyalaringiz bo'yicha ishlashingiz uchun, o'zingizdagi narsalarni, g'oyalarni chiqarib, undan foyda, undan narsa topaman demoqchi bo'lsangiz, hozircha arzon va qissabob bo'lgan Gemini Pro'ni taqdim etamiz. Ko'pchilik aytadi, mana bu sedan zo'r, bunisi zo'r, unisi zo'r. To'g'ri. Gemini Pro'dan bular zo'rdir. Bu YouTube'da ham ko'rganman. Video generatsiyada va uning nimalarda eng zo'rlari ham bor. Lekin o'sha zo'rlarini olish uchun hozircha pul yo'q. Mana Gemini Pro'da turibmiz. Mana bu Gemini Pro. Zo'rlarini olishda pul yo'q. Hozir nima qilayin? Mana bu Gemini Pro. Qarab turibsizki, bu Gemini Pro'da nima imkoniyatlar bor? Pro versiyasida xohlaganingizcha rasmlar kiritib ishlashingiz imkoni bor. Bunga faqatgina Gemini desangiz o'sha chiqib keladi. Mana shunday kirsangiz bo'ldi. Bu sizning ijodkor chet ayingiz hisoblanadi. Mana bu Gemini Pro. Bu yerda qarang, Pro versiyasida kengaytirilgan nimalar bor? Murakkab nimalarda matematikalarda ishlash mumkin. Geometriyalarda bemalol, hatto PDF fayl, Word fayl mustaqil hammasini sizga tayyor qilib beradi. Faqatgina siz shuni ishlab bersangiz va ayrim joylarda ko'rsatsangiz bo'ldi. Talabalar uchun ham, ustozlar uchun ham juda ham kerakli narsa, faqat Pro versiyada zo'r ishlaydi. Yo'q, bepul versiyada ham ishlaydi, lekin Pro versiyada ishlaydi. Shuning uchun mana shuni sizlarga aytaman. AI uchun, siz uchun qissabob ham juda ham arzon bo'lgan Gemini Pro orqali siz to'liq foydaga chiqish darajasiga chiqishingiz mumkin. Buni ko'pchilik video roliklar qilgan va video darsliklar ham qilgan azizlar. Tayyormisiz? Unda biz boshladik. Bugun sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsam mana bu. Endi bunga hozir e'tibor bermang. Ko'pchilik ayrim videolarda mana bunday qilsangiz bo'ladi, bunday qilsangiz bo'ladi degan narsalar bor. Bugun sizlarga eng qulay narsa bu yerda mana Pro versiyada turibdi. Hozir 1000 ta bo'lish kerak. Bu yerda ishlatdim. Mana bu yerga mana bitta videoni borki o'zgartirish, original video bilan bunaqa videoni o'zgartirish uchun qancha mana qarangda, mana bu yerda
ko'rinaveradi. Qancha video qilaman. Bitta videoni o'zgartirish uchun qancha video qilinadi. Bunga ham promptga bog'liq deyishadi, lekin promptga ham bog'liq, lekin undan ham tashqari o'zingiz ham harakat qilishingiz kerak. Nima desam ekan, bitta natija chiqishi uchun siz qancha ish qilishingiz shart bo'ladi. Mana bu bizning AI studiyamiz hisoblanadi. Bu endi men qisqacha va soddaroq qilib aytaman, unday rasmiy qilib gapirmayman. Bu AI studiya hisoblanadi. Mana bu yerda videolar. Bu yerda o'zingizda mana faylingizda, telefoningizda xotirasidagi video o'zgartirmoqchi videolaringiz bo'lsa, shunga yuklaysiz va bu yerda o'zgargan videolarni ham ko'rishingiz mumkin. Personajlar bo'limi bor. Personajlar bo'limida nima qilish mumkin? Bu yerda o'zingizning rasmingizni kiritib, atak personaj qilishingiz mumkin yoki o'zingiz tasavvuringizdagi odamni bu yerda yozib, shu personajni chiqarishingiz mumkin. Bu personaj sizni videongiz, misol uchun siz video qilyapsiz, o'sha videoni dagi odamlarning o'zgarmasligi, bitta personaj, bitta ko'rinish bilan shu butun kadrlarda o'sha inson bo'lishini ta'minlab beradi. Loyiha orqali qo'shish deyapti. Endi bundan asosda o'rganib borasiz. Sahnalar, hozirda sahnalari yo'q. Bu yerda vositalar. Mana bu biz uchun eng kerakli va eng zo'r vosita. Nima bu? Misol uchun montajyorlarda montaj ishimizni oson qilish uchun pluginlar deymiz. Pluginlar orqali ko'p ishimizni oson qilamiz. Oson bitiramiz. Biz mana ko'zni charchatib, miyani qotirib emas, prosta pluginlar orqali shu ish tezlashadi, nechadir foiz. Bu vositalar esa sizga ham bu sizning ishingizni tezlatib beruvchi narsalar. Bu vositalarni siz bizga o'xshagan, mana shu pro versiyada ishlaydigan va qandaydir ijodkor insonlar va ishingizni osonlashtiradigan insonlar qilgan. Bu yerga mana qarang, turli vositalar kirgan. Bu yerda inflyator. Mana bu sohada ishlaydigan, mana qarang, bu sohada ishlaydigan odam nima desam ekan, rasm yaratish bo'limi hisoblanadi. Bu yerda hozir bu yerda rasmlar uchun, mana rasmlar uchun bu vositalar, siz o'zingizga kerakli narsani bu yerda yozasiz, fikringizni yozasiz, bu esa mana shunaqa rasmlar chiqarib beradi. Bularni esa siz jonlantirib YouTube'ga va ijtimoiy tarmoqlarga chiqarishingiz mumkin. Bu yerga menimcha, mening tushunishim bo'yicha rasmning orqasidagi nimani yo'qotish bo'lsa kerak. Bu yerlarni ham sal tushunish qiyin masala bo'layapti. Mana bunga sal endi rasmga qarab tushuntiryapman, ishlab tushuntirmayman. Agar ishlab tushuntirsam har bir vositaga nima desam ekan, nima ko'p ketadi, vaqt ko'p ketadi. Qarang. Bitta personaj, odam, misol uchun bir odam personaj qildingiz, videoga kiritasiz. Kiritganingizda sizga turli xil kayfiyatdagi odamning ko'rinishi, bitta odamning turli xil kayfiyat, turli xil ko'rinishi, holatlarini chiqarib beradi. Bu nimaga kerak? Bu esa sizning videoingizni, kadrlarni realistik va chiroyli ko'rinish, holatlarni Instagramda ko'rasiz, videolarni qanday qilib personajning mimikasi, imiji qanday qilib o'zgaradi. Bunda ham mana shu narsa kiritilgan, mana shunaqa imijlar kiritasiz va buni qo'shimcha qilib, promptga buni qo'shimcha qilib, shuni imijini harakatlantirasiz. Bu yerga esa komiks yozish bo'lsa, misol uchun siz bitta komiks kiritasiz, bu sizga komiks kadrlarni chiqarib beruvchi holat bo'ladi. Endi meni bilishim shu hozircha. Mana bu yerda hali yangi qo'shilyapti. Sababi bu bizga o'xshagan, aytganimdek boshida bizga o'xshagan ijodkorlar buni ishlab chiqyapti va bunga qo'shimcha holatlar bor va hatto o'zingiz shunga kirib vositani o'zingizga moslashingiz ham mumkin bu holatda. Qarang, kiyimlarni o'zgartirish va mana bu yerda personaj hikoyalar tuzish, stilist, bu rasmlar uchun bo'lgan holat. Mana bu rasmlar uchun bo'lgan holat. Mana bu yerda videolar uchun ham bo'lgan holat. Misol uchun videolardagi
real videolar mana shunaqa ko'rinish qilish mumkin, videolarga effektiv qo'shish mumkin, neeffektivlar qo'shish bor ekan. Mana bu direct kamera vektor. Bu degani siz kiritgan joyingizga qarab sizni joyingizni aniqlab berar ekanmish. Ya'ni bilmasam shuni deb ishlatgandim. Bu filtr studio hisoblanadi. Bu rasmdagi nimalarni, ranglarni filtrlab beruvchi. Illustrator Flow. Bu mana multfilmlar, animatsion multfilmlar yaratish qiladi. Screen Script. Bu yerda professional editor, real time block. Yana shunga o'xshash assistent hisoblanadi. Bu ham bor. Buni ishlab ko'rsangiz bilasiz, bitta biz ijodkorlar ishlab chiqqan narsalar. Endi qarang. Andozalar bo'lmay chiqamiz. Andozalarda tayyor andozalarni boshlang va remix qiling deyapti. Bu esa bu kompaniya ishlab chiqargan mana muallif Google deyapti. Google tomonidan ishlab chiqarilganlari bor va boshqa bir odamlar tomonidan ishlab chiqarganlari bor bu yerda. Mana muallif Google muallifligida ishlaganlar bor. Bu yerda andozalar bor. Bu andozalardan men bir ikkitasiga ishlab ko'rganman va sizlarga bu andozalar nima vazifani bajaradi deganda men ayrimlarini sizga tushuntira olaman. Unda men o'zim ishlagan andozalarni tushuntiraman. Nimalar? Mana bu yerda personajning harakati, holatlarini ko'rsatuvchi nima? Storyboard studio. Bu degani mualliflik, bu prompt tuzish. Mana yozyapti. Siz hikoyani kiritasiz. Hikoyani kiritganingizdan keyin, misol uchun bir hikoya kiritingiz, bir ikkita personaj, uchta personajning o'rtasidagi voqelik personajlarni kiritdingiz. Bu hikoyani sizga kadrma-kadr o'zi avtomatik bo'lib, o'zi sizni hikoyangizga moslab kadrlar qilib voqeliklar yaratib beradi va voqeliklar asosan siz 3 ta stilda, ko'p stilda, misol uchun animatsiya stilda, realistik stilda, komik stilda bemalol rasmlarni chiqarishib, jonlantirib bitta video rolik yaratishingiz mumkin bunda. Endi men bilganim shu hozircha. Bu yerda ham mana bu ham shunaqa uslubda ishlaydi, mana bu ham shunaqa uslubda ishlaydi. Bitta video holatini turli xil rakursdan ko'rsatish. Bu yerda bilganim shu bellarda esa kerakli rakurslarga fokusni agar bo'limlarni kiritish buyursa, siz turgan joyda ma'lumotlarni olib, siz turgan joy, misol uchun Toshkentda bo'lsangiz, Toshkentda aynan siz qayerda bo'lsangiz o'shani atrofni ko'rsatib beradigan holat ekan. Bular shunaqa ishlaydi. Bu hammasini bir qilib aytganda, bu sizning ishingizni juda ham tezlashtirib aytadi. Misol uchun men siz bilan shu masalada ishlayman. Buni hali hech kim ko'rsatgani yo'q. Men borku to'g'risi gapirayotgan bo'lsam, meni gaplarim ko'payib ketgandir, maydalashib gapirayotgandirman. Lekin bir narsani aytib o'taman, buni hali hech kim ko'rsatgani yo'q. Ayni vositalar bilan, tayyor andozalar bilan o'zingiz ishingizni osonlashtirib, hamma mana shunaqa qilib kiritadi, rasmlar kiritadi, rasmlarga videolar qilib, shunaqa bo'ladi, bunaqa kadr yaratish kerak, unaqa kadr yaratishni bular esa Gemini Pro'dan ular kadr rasmlar olishadi. Yo'q, mana shuni o'zidan ham qilsa bo'ladi. Bemalol xohlasangiz mana bu vositalarda, andozalarda siz turli xil kadrlar, yo'q, bular bo'lmaydi. Men o'zimni g'oyamda men ishlashim kerak desangiz, keng. Siz bilan hozirda qisqacha bir g'oya ishlaymiz. Buni men sizga mana shu vositalar orqali ko'rsatish emas, o'zimizning shaxsiy plugin, bunday olganda o'zimizning shaxsiy vositamizni yasab, o'sha bizning g'oyamizga ish beradigan, bizning g'oyamizga ishlaydigan vositani yasaymiz. Video cho'zilsa ham mayli, oxirigacha ko'rishingiz juda ham qulay va juda ham kerakli narsa. Bu bizning g'oyamizga ishlaydigan vosita yasaymiz. Keng. Menga kiramiz, bu yerga aytamiz. Tak, ikki sevishgan qiz va bola haqida
Manaki Gemini Pro'ga biz o'zimizning g'oyamiz mana Pro versiya kengaytirilgan holatda biz u keng qilib o'ylab topadi. Yana bir narsani aytib o'tayin, mana bu yerda ko'p nimalar bor. Inglizchasiga yozasiz, mana misol uchun videolarning rakurslarini olib boruvchi promptlar qilish mumkin yoki haqiqiy rejissyorning qo'llanmalari bor. Rejissyorlarning qo'llanmalari ishlash kino multfilm ishlash rejissyorning qo'llanmalari haqida shuni kiritsangiz, Gemini Pro'ngizga kirsangiz, Gemini uni o'qib oladi va shu siz g'oyangizni o'sha siz kiritgan ma'lumotlar asosida ishlab beradi. Bu degani siz nima desam ekan, men nima desam, mana bunaqa kompyuter yasamoqchiman, kompyuter yasashni bilmayman, menga o'rgat. Mana senga instruktor kompyuter yasash bo'yicha ma'lumotnoma mana senga deb bunga bersangiz, u sizni ketma-ketlik bilan kompyuter yasashga o'rgatib qo'yadi. Xuddi mana shunaqa narsada manaki yozib berdi. Endi deyman. Endi flow shu sevishganlarni personajini yasash uchun shu menga prompt yozib ber. Mana endi bu yerda yozamiz. Azizlar, bir narsani aytib o'tayin, mana shu ko'rsatayotgan narsamni, shunaqa narsalarni ko'pchilik pulga sotyapti. Bu sizga yarim soat vaqtingizni oladimi, 1 soat vaqtingizni oladimi? Lekin bu siz uchun eng bepul variant bo'ladi. Qani mana yerda bosamiz, flowga kiramiz, personajlar bo'limiga kiramiz. Mana bu yerda o'zimizni personajimiz uchun nima yaratyapmiz? Mana qarangki, personajni promptini yozib berdi. Bu kimnikini yozib berdi? Hozir bizga jasur obrazdagi holatni yozib berishdi. Endi Nano Banana Pro'ga qo'yib qo'yamiz. Shuni bosdik. Endi bizga bu personajni yasab beradi. Endi bizning shu nima desam ekan, hikoyamizning bir insonning ko'rinishini yasab beradi. Bu yerda Malika bor. 2 qahvaxona asosiy sahna ko'rinishi bor. Bu yerda mana bu yerda aytayapti, kutilmagan uchrashuv, kuzgi yomg'ir va 2 qalb degan hikoya tuzib berdi bizga. Nima uchun men uni o'ziga tuzdiryapman? Buni o'zingiz g'oya qilib, o'zingiz yozib, miyangizdagi fantastik g'oyalarni yozishingiz mumkin. Prosta men buni o'ziga tuzatganim, men ham o'zingizni yozib, shu g'oyangizni boyitib ishlatishingiz ham mumkin. Men prosta o'ziga tuzatayotganim, vaqt ko'p ketmasin, tezroq nima qilaylik. Mana keyin bu bizning personaj. Jasur personaji. Endi bizga kim kerak? Endi bizga jasur personajini kiritdik. Tak. Avatarni yangi personaj kiritish boshlaymiz. Qarang. Yangi personajga kim? Malika. Copyright qilamiz. Bu yerda yangi personajga Malikani kiritamiz. Endi biz har bir kadrni bitta qilgandan ko'ra bir ish qilamiz. Menga flow vositasini tish uchun prompt yozib ber deyman. 2 personajni deyapman. Personajni 2 personajni o'zgartirmasdan
o'zgartirmasdan o'zgartirmasdan sen yozib bergan hikoyani tashlaganda u analiz qilib nechta kadr qilishni o'zi avtomatik bilib deyapman. Rasm qilib berishi kerak kadrlarni mana aka. Endi qarang. Men bunga vosita uchun prompt yozib ber desam, bu menga rasm yaratib beradigan o'xshayapti-da. Endi qarangda. Mana bu Malika. Malika personaji bor. Qarang. Bizda Jasur personaji bor, Malika personaji bor, menda yozib qo'yaylik. Ikkinchi joyi bor. Bunda joyi yo'q ekan. Bu yerda mana ekan. Bu bizning nimamiz? Nima aytdim? Bu bizning vositamiz. Vositamizga mana bu yerga hikoya kirityapmiz, bu yerga personajlarni kirityapmiz. Bu yerda esa o'sha kerakli vositamizni ishlash mexanizmi, bu esa o'sha rasmlarni yaratib turishi. Bu bizning loyihamizni rasm qilib berdi. Pro versiya shunchalik zo'r qiladimi? Bu shu vositani promptini yozib ber. Men u menga prompt yozib ber desam, meni rasm yozib berdi. Mayli, menga qo'yib qo'yamiz. Endi bu rasmni olarmikan degan savol bor. Mana kiramiz. Endi qarang. Vosita yaratish bo'limi bor. Vosita yaratishga faqat prompt bilan ishlaydi. Men 3-4 ta prompt yozib berganman mana aka. Haqiqatan mana shu loyihani promptini yozib berishdi. Endi sizlar bilan ko'p vaqtlaringizni olmaslik uchun mana aka prompt yozay va jo'natay. Va bizga o'sha prompt asosida plugin bunday olganda vosita yasab beryapti. Bu ishimizni pashti 70-60% ga osonlashtiradi. Bitta kadr emas, prosta siz hikoyani tashlaysiz, ikkita personajni kiritasiz va hikoyangiz asosida sizga rasm kadrlarni o'zi yasab beradi. Bundan ham mukammal, bundan ham zo'r, bundan ham boshqa bir g'oyalar qilishingiz mumkin, lekin degan narsa bor. Lekin hozirgi momentda bizning vaqtimiz juda ham kamligi sabab o'shaning uchun kutyapmiz. Azizlar, mana bizning prompt, bizning vosita, mana o'ynamiz, plugin o'ynamiz tayyor bo'ldi. Bu plugin mana juda ham zo'r. Ishlash jihatdan nima desam, o'zimni bir katta studiyaga turgandek bo'lyapman-da. Keyinlar gapni ko'p qilmaylik. Mana birinchi mana nimalarimizni kiritamiz. Bu bizning hikoyamizga mo'ljallangan. Qarang, bizning ayni hikoyamiz, bizning ayni ishlayotgan nimamizga mo'ljallangan vosita. Qarang, birinchi personajlarimizni kiritamiz. Personajlarni kiritdik. Endi hikoyani kiritamiz. Ko'zgu yomg'ir Jasur. Keyinlar hikoya yozilganda kutilmagan bulutlar qo'pati.
yangi boshlanish yaratgan edi, ammo qahvaxonada ichki tegishganlar butun endi mana shuni kiritaylik. Bizga nima bo'ladi? Sevgi hikoyamiz analiz qiladi. Mana endi qarang, biz hikoyamizni kiritdik. Bu bizning birinchi mana bu analiz qilishda boshladi. Analiz qilishda уже nechta kadr qilib beryapti? 4 ta kadr qilib beryapti. Bu degani biz hikoyamizni 4 taga bo'ldi. Endi mana qarang, hozir mana bu yerda ishlayapti. Nima qilmayin, ishlab turibdi. Mana tahrirlash bo'limiga kirasiz. Kirganingizdan keyin bu yerda yozasiz. Menga kadr tanlash imkonini ham qo'shib bering deysiz. Masalan, yozasizda misol hikoya berilganda, personajlar kiritilganda kadr misol uchun 8 ta kadr, 9 ta kadr yo 10 ta kadr tanlash imkonini qo'shing deb yozsangiz, siz mana bossangizda kadr tanlash imkonini qo'shadi. Siz 9 ta yo 8 ta kadr, 9 ta 10 ta ko'plik qiladi, juda ham ko'plik qiladi. Sababi vosita buncha ko'tarish qiyin masala. Minimalga maksimal 8 ta normal holatda. 9 ta 10 ta qilish mumkin, lekin maksimalni hozircha 8 ta. Hatta 8 ta deb yozasiz, bu yerda analiz qiladi sizni. Analiz qilgandan keyin mana 4 ta emas, 8 ta bo'ladi. Juda ham kuchli. 8 ta. Endi bu yerda hozir rasmlarni generatsiya qilishni boshlagan. 4 ta kadr generatsiya qilyapti. Hozir sizlarga shu ko'rinsin chiqamiz. Budur mana generatsiyani bosib, negadir generatingni bosdim. Men shuncha payt kutib o'tirgan ekanman, mana generatingni bosish kerak ekan, shuni bosgandim, o'sha rasmlarni ishlashni boshlashdi. Kadrlarni. Bunda kutamiz. Mana bizlar o'sha rasmlarni generatsiya qilib oldim, mana hikoyaga moslangan. Kuzgi holatda menga yozilgan, mana endi o'sha yozilgan narsa ayrim kadrlar mana shu yerda chiqib keldi. Kitob keladi, jasur kelgandan keyin kitob olib keladi, qahvaxonaga kiryapti. Malikaga ko'rsatdim, Malika xursand. Mana qarangki, biz personajlarni yuzini kiritib qo'ygan ekanmiz. Bu personajni nechta kadr, 6 ta 7 ta kadr qilsak ham bu personajlarning yuzi o'zgarmaydi. O'zgarishi mumkin, juda ham kam o'zgarishi mumkin. Unga ham qat'iy mana bu tahlillashdan qat'iy menga belgilasangiz, o'zgarib qoldi desangiz, buni ham to'g'rilab beradi. Bu yerda ham misol uchun kadr sonini o'zim qo'lda belgilay. Shunaqa deb yozsangiz ham o'sha vositaga kiritib qo'yadi. Vositaga kiritib qo'yadi. O'shanda siz bemalol belgilashingiz mumkin. Mana azizlar, bu yerda mana qo'shimcha qo'shdi. Bu yerda bemalol xohlagancha mana 8 tagacha ekan. 8 tagacha qo'shishimiz mumkin ekan. Bu yerda personajlar kiritamiz, mana vositamizni yana qayta yangilamiz. Endi sizga bu narsani hali hech kim o'rgatgani yo'q, biz shu narsani o'rgatdik. Shu narsani aytib qo'yayin, mana bu yerda
razmerlar ham qo'shishingiz mumkin. Menga yozasiz, mana agar razmerlarni o'zim tanlasam bo'ladimi, misol uchun 16 ga 9 yoki 9 ga 16 qaysi razmerda bo'lishini o'zim tanlash imkonim bo'lsin desangiz, mana shunaqa narsa qilib beradi bunga ham. Endi qo'ying, bunisini qo'yamizda, keyin video haqida gaplashamiz. Video. Bizda mana bunaqa video chiqib keladi. Biz realniy videoni ayrim detallarini o'zgartiriladi. Mana bu videoda video tanlab oldim. Hatto mana bu original video. Bu original videoga men prompt orqali yozdimki, menga bu original videoni hech qanday o'zgarishsiz, hech qanday ko'rinishsiz, menga faqat qorda, atrof qor bo'lishi kerak, qorli qishda mana shunaqa harakat bo'lsin, realistik harakatga hech qanday nima to'siq bo'lmasin, unday o'zgarish bo'lmasin, o'zingdan biron narsalarni qo'shmagan, prosta qor bo'lsin deb yozuvdim. O'sha narsani shunday qor bo'lsin deb qo'ydi, lekin afsuski bu Gemini Pro. Baribir qanaydir bir yerlarda xato bo'ladi. Bu xatoni to'g'rilagunimcha 3-4 video bo'lib ketganda oxiri nima qildim? Oxiri shunday Gemini Pro'ga kirib chatda yozdim, menga mana shunaqa videoni prosta mana bu joylariga o'zgartirish kiritsin, qolgan detallarni o'zgartirish kiritmasin deganimda shunaqa prompt yozib berdi. Bu promptni yozganimdan keyin ham original video bilan o'zgarish bor. Mana bu yerda uylar yo'q edi. O'zidan qo'shimcha mana bunaqa ko'rinish qilib berdi menga. Aql. Shunaqa ko'rish. Lekin aslida original videoda bunaqa yo'q edi. Yo'q, to'g'ri. Videolarda xatoliklar bo'ladi. Generatsiyada xatoliklar bo'ladi. Realistik videoni qo'shimcha detallar qo'shish, fantastik holatlar qo'shmoqchi bo'lsangiz, bu siz xohlagan, bu haqida video rolik qilib, buni ustida gaplashdan ko'p narsa bo'lib ketadi. Siz mana bu yerda plusni bosasiz, bu yerda kompyuteringizdagi media rasmlar yoki videolarni yuklaysiz. Yuklaganingizdan keyin mana bunaqa bo'lib chiqib keladi. Promptga qo'shishni bosasiz va bu sizning agentingiz hisoblanadi. Bu agentga birinchi sozlamalarga kirasiz, OmniFlash deb bosasiz. Qolgan narsalar emas, OmniFlash. OmniFlash bu yangi chiqqan versiya hisoblanadi. Unga ham chiqqaniga ancha bo'ldi-yu, lekin hozircha yangi. OmniFlash realistik videolarda turli detallarni o'zgartirish imkonini beradigan vosita. Bu har bir videoga 20 kredit oladi. Misol uchun 880 bo'lsa, biz ikkita video bo'lsa 20 dan 40 kredit oladi degani. Bu holat aniq. Tanlaganingizdan keyin razmer tanlaysiz va bu videoda nima detal o'zgarishni xohlasangiz, shu detallarni yozasiz va shu detal o'zgarishiga qarab, agarda qandaydir xatolar, mayda-mayda o'zidan qandaydir qo'shimchalar qiladigan bo'lsa, shu ChatGPT Gemini'ga kirasiz va mana shunaqa videoimni, mana shunaqa detallarni o'zgartirib berilgan, lekin o'zidan qo'shimcha narsalar qo'shib yuboryapti. Faqatgina shu detalni qo'shsa bas, atrofdagi butun realistik holatlar va atrof muhitlar o'zgarmasin desangiz, faqat mana shu bitta shu detalingiz uchun o'zgarmas prompt yozib beradi. Bu prompt yozib kiritasiz. Kiritgan taqdiringizda ham bitta-ikkita joy o'zgartirish bo'ladi. Bo'lmaydi emas. Bu AI baribir o'zidan qanaydir qo'shimcha qo'shadi. Shuning uchun azizlar, bugungi videoim juda ham cho'zilib ketdi. Lekin ko'rishga arting. Bularning hammasi aslida pulga sotilayotgan narsalar. Bundan ham chuqurlashib ketmadim. Bundan ham tashqari men sizlarga gruppada, mana gruppa bor, ochib qo'ydim gruppani. Kirmaslik odam bilmayman, kiradimi yo'qmi, lekin ochib qo'ydim. Kirib
so'rashingiz mumkin. Men AI orqali saytlar yasab keldim hozirgacha. Botlar yasab kelyapman, turli loyihalarni loyihalashtirib kelyapman. Bu video montajyorlik o'zi kasbim video montajyorlik, lekin koding sohasini uncha bilmayman. Lekin shu koding sohasi bo'yicha turli loyihalarni o'zim yasab chiqyapman. Bitta chiqqan loyihamni men birovga qildirsam 800 ming, 1 million, $1000 gacha deyishadi. Lekin hozirda o'zim qo'limdan kelyapti. Inshaalloh. Agar qanaydir savollar bo'lsa, bemalol bizga bog'laning. Yana eslatib o'tay, Gemini Pro'ning 18 oyligi bizni 25 ming so'm hisoblanadi.